Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan men streamingiz bo'laman. Bugun go'zaldan go'zal videomizni boshlaymiz va nihoyat biz 3-haftaga yetib keldik. Luis Figo, Treko, Henry ashlar keldi va Cancelo shunga o'xshagan futbolchilar keldi. Sizlarni ketib qoldim. Mana kirib oldik. Birinchi haftasida ancha ajoyib o'yinchilar keldi. Real Madrid qizdi va unda bitta Lemar degan futbolchi bor. Uni hammalar biladilar kerak shekilli. Bizga yutgan jamoadagi o'yinchilarga 2 over yo 1 over qo'shiladi. Like buni albatta bosib qo'yinglar. Qani boshlaydik. To'g'risi bu yerda hozir menimcha open button bo'ladi va har xil narsalar ham bo'ladi. Sovrinlar ham ovoz yo'q qilib olamiz. Bizga ovoz shart emas. Va liga to'gindan sovg'a berilmoqda bizga. Olib olamiz. Va mana bu yerda har 8 kunlik sovg'a keldi va yangi tuxum sovg'asi, ya'ni har yilda bir marta bo'lib o'tadigan aniga tuxum bo'yicha tuxum topish bo'yicha anaqa boshlandi. Olamiz. Bu yerda 114 larni kuchaytirib va 113 larni kuchaytirib beryapti. Va mana 200 ranka oxirgisi. Rahmat deyapti. FC Mobile 50 mingda bo'pti. Shuni bizga aytmoqda va chiqamiz. Mana bu yerda yana sovrinlar qanaqangidir chiqamiz va mana Luis Figo va Henry. Bizda hozir draftimiz 1.5 bor va mana bu yerdan tekinga berilayotgan draft voucherlarni ham olib olamiz. Yaxshi barchasini olib oldik. Juda ajoyib va yana bitta qoldi. Hozir yana draft bu ham bajarilmabdi. Bajarib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerdan ham sovg'ani olib olamiz. Mana bu yerga kirib olamiz va bu yerda tekinga sovg'ani olamiz. Har safargidek tekin. Anchadan beri menga draft voucher tushmadi. Bugun tushib qolar. Juda ajoyib bo'lar edi. Yo'q. Transfer tushdi, ya'ni anaqa treningda kuzatuvchi narsa. Tamam. Hozir account kiramiz. Accountni bir xabar ko'rsataman. Sabaslay chirvagan edim. Ana shu sabaslayni sizlarga qilaman. Mana bu yerda Rivaldo va shunga o'xshagan yana 116 o'yinchini ushladim. Nima uchun birinchi hafta, ikkinchi haftalar video qo'yilmadi desangiz, birinchi hafta, ikkinchi hafta video qo'yilmagan sababi bor. Hozir mana bu Marotti degan futbolchini kuchaytiramiz. Mana shu futbolchi juda ajoyib o'ynar ekan. Shuning uchun LB mana hozir TDM LB SMda bemalol o'yna oladi. Albatta. Buni bir rangga bersak bo'ldi. Albatta. Rank upimiz juda kam, shuning uchun hozir Tossartni o'rniga Vini kuchaytirib qo'yishimiz kerak. Qo'ymasak bo'lmaydi, to'g'risi. Va holim ham bo'lmayapti hozir bo'ldi. Alisson Becker, Araujo, shunga o'xshagan keraksiz o'yinchilar olaylikki, 120 over mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz, undan olib tashlaymiz. Yaxshi, ikkinchi akkaunt birinde pishit qilib aylantirib boramiz. Over kuchaysa kuchayadi, bo'lmasam yo'q. Yo'q, kuchaymaydi. Yana Pochos, bunday Amiri. Shu Amiridan ham hech qutulmadik.
albatta qutulmadik. Mana bu yerda kuchaytirish kerak. Ko'p o'yinchilar bilan kapib berasiz. Rivaldo mana o'zingiz juda yaxshi o'yinchi. Hozir mana bu Oven'da ham maksimalga kuchaytirishim kerak. Mashina ham hech kuchaytirmadim. Yangi o'yinchilar CDMga olib kelishim kerak. Va защитникka olib kelishim kerak. Qo'limdan kelgancha. Qolgan joylar yaxshi. Hozir chiqamiz. Chiqib turib, hozir so'ng clash ko'rsak bo'lar ekan. Yaxshi turib sovg'a olamiz bolalar. Ya'ni yangi buni ham oxirgi haftasi bor, buni ham ajoyib narsalar kelgan va bu yerdan ham kichikcha sovrinlarni olamiz va yana pak ochishni boshlaymiz. Bu har kunga beriladigan tekinga sovg'ani olib bo'lganman. 5 trace ham o'tishimiz kerak. Bitch. Bu har kun 3 ta beradi. Biz 3 tasini ochdim. Hozir o'yinlarni bajarganim yo'qman. Xudo barchasini qilganimizdan so'ng bajarishga harakat qilaman. Like, obuna bo'lib qo'yinglar shu joyda albatta bolalar. Qo'limizdan kelgancha 100-obunachiga erishishimiz kerak. Yana bitta bor. Bu tepadagi va mana bu pastdagini ochaman. Mening taxminimgacha yaxshi o'yinchi tush kerak obunachilar. Normal. Yana bitta bor, shuni ochamiz aytganimdek. Hop. 50 daqiqalar va sovg'a yaxshi. Bitta o'yin va ikkita sovg'a. Har safargidek. 100 degan, 100 yana anaqa rank up va mana bu joyda start pass bor. Ana shu yerdan sovrinlarni olamiz. Va mana bu easy shularda ham o'ynayolsak bo'ladi. Mana uni boshladik va 12 ta gol urdi. Yaxshi qaranglar, golni qaranglar, golni qaranglar. Golni qaranglar. Bitta degan qaranglar. Gol. Ajoyib. Yana bitta gol. Hat-trick amalga oshirdi Owen. Qaranglar qanday zo'rligini. Buni qarang golni. Haaland bitta assist qildi. Va 4 bor. Mana Owen'da 3 ta gol, bitta assist va yana Owen'dan bitta gol va bitta 4 tami? 4 ta gol, bitta assist. Qaranglar, Owen'da Haalandga bitta gol, bitta assist. Bomba va o'yin tugadi. Tugash kerak. Albatta o'yin tugadi. 6-1 hisobda ularni xo'rlab yordik. Manchester Unitedga muxlislik qilmayman. Baribir xo'rlab yordik. Qatda yo'q. Tailandni klubini xo'rlab yordik bolalar. To'g'risini aytsam, Tailandga bormaylar. Bir hafta yashaganlardan keyin bir paytlar uyga qaytsanglar, sizlar tanib bo'lmaydigan odam yalanib ketasiz. To'g'risi. Aytib qo'yaman. Shunaqa bo'lmasligilar mumkinmi? Shunda-da. Pak ochamiz, bitta draft va o'xshagan boshqa sovrinlar. Va ketdik pak ochgani va nihoyat. Menimcha mana bu joyda yana 2 ta draft ham beradi, chunki biz ashuni aytganini bajardik. Shuning uchun obunachilar ana va endi pak ochishga here we go. Bolalar. Juda ko'p pak ochdim. 2 ta draftimiz bor ekan. O yaxshi. Ochamiz, bosdik. Kapitlagan desam, ketdi top do'st. Nochaylikmi? Yo'q.
buyurtmani ochganimiz yaxshi. Xolos, to'g'ri. Bosdik, boshladik va hech kim yo'q. Yana bir marotaba va yana hech kim yo'q. Nimaga omadimiz chopmayapti obunachilar? Hozir mana yana ikkita draft olib kelamiz va mana olib ham keldik. Ochamiz. Walkout 40 yo 45 ta yurdi va Gyökeresh tushdi obunachilar. Juda yaxshi ham bir tomondan juda yomon ham bo'ldi. Chunki bizga umuman keraksiz o'yinchi va yana bir marotaba pak ochamiz. Yo'q, hozir yana qo'limizdan kelganini topishdi. Ular topamiz. Mana bolalar, mana bu yerda Federico Valverde kelgan va mana bu yerda voucher Fede Valverde. Mana obunachilar, bu yerda 116 haligi futbolchini tushirib olganimiz bor. Plus ashinasida ko'rsatib o'taman. Mana yana Norvegiyami, plus ana shu klub va Kam va Hero va Lijuben tushgan edi. Oldingi kartasi va oldingi videoga ham ovoz berib o'tmoqdaman. Shuning uchun albatta like, obuna, bomba qilishinglar. Bu yerda yana yangi futbolchilar kelgan. Mana De Jong va Kimmich tushmadi. Yaxshi o'ynar edi Kimmich. Mana uning statistikasi tezlik, pas, dribling juda yaxshi futbolchi, lekin defend yaxshi emas. Ikkinchi pozitsiyasi yo'qagan bo'lmasam bu umuman kuchaytirmayman degan bu futbolchi menga prosta kerak emas. Kroyf bor, to'g'risi. Kroyf shunga o'xshagan yana ba'zi bir o'yinchilar bor, balkim uni qo'yarman sostavga. Qarayman, holatga qarayman. Birinchi barcha o'yinchilarni maksimal overga kuchaytirishim kerak. To'g'risi u video tugadi, birinchi video. Unga qo'shib ketishga majburman. Va hammaga xayr obunachilar, bugun sizlar bilan men o'sha streamingiz bo'ldi.